Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biz IELTS videoini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, men ismim Muhriddin Xo'jayev. Diyorbekir IELTSda anchadan beri IELTS instruktor bo'lib ishlab kelaman va shaxsiy reading balim 9. Va bugun o'quvchilar asosan matching headingsda qiladigan xatolarni ko'rib va bu savol turiga qanday yondashishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, birinchi navbatda kelinglar xatolarni ko'rib chiqaylik. Nima qiladi o'zi o'quvchilar? Nimaga ko'p topolmaydi? Nimaga heading tushsa, voy headim og'riyadi deb bo'ladi? Bunga asosiy sabab ko'pchilik birinchi navbatda nima qiladi? Asosiy sabab demayman, endi bitta sabablardan bittasi heading o'qib olishadi. Heading o'qish bu time consuming va vaqtni olib qo'yadi. O'shaning uchun asosiy ishimiz birinchi paragraf o'qish bo'lishi kerak. Xo'sh, ikkinchi xato. Ko'plab o'quvchilar, masalan, men o'zim praktika test berganimda o'quvchilar qiladi. Ya'ni javobni ma'lum bir qismidan olishadi. Ma'lum bir qismidan. Lekin matching headingsda biz asosiy e'tiborni butun paragrafga qaratishimiz kerak. Xo'sh, hozir men sizga step by step guide beraman. Mashq holatda birga praktika qilib ko'ramiz. Xo'sh, birinchi qiladigan ishingiz doim read the paragraph first. Paragrafni birinchi bo'lib turib o'qishingiz kerak. Then translate, tarjima qilishingiz kerak o'zingizning tilingizga. Ayniqsa keyingi 1-2 oy ichida test olayotgan bo'lsangiz, bu sizga juda ham foyda berishi mumkin. Chunki translation qilish comprehensionni ko'tarishga ancha yordam beradi. Va keyingi step o'qigan narsangizni summarize qilishingiz kerak. Nima bo'ldi o'zi? Nima haqida gap ketdi? Lekin hech qachon birinchi va oxirgi paragrafga qarab turib javob topmang. To'g'ri, ko'plab holatlarda yozuvchilar o'zining fikrini birinchi gapda beradi. Baribir ham biz butun e'tiborimizni asosiy ma'noga berishimiz kerak. Xo'sh, yo'qsa birga praktika qilishni boshladik. Artificial Intelligence in Sport degan tekst o'qiymiz. Passage, ya'ni sportdagi sun'iy intellekt. Tarjima deganimda men sizlarga perfect tarjima demayapman. O'zingizlarga moslab, tushunishga yordam beradigan holatda tarjima qilsalar bo'ldi. O'zi ko'cha tilida qo'rsalar ham bo'laveradi. Keyin bu yerdagi list of headingsni hozircha o'qimay turamiz. Chunki buni o'qisak aytganimdek, nima bo'ladi? Vaqt topib qo'yadi va chalg'itib qo'yadi. Chunki masalan paragraf A ga 1 emas, 2 emas, balki 3 ta javob ham tushishi mumkin, bir-biriga o'xshash. Va o'quvchi aniq chalg'ib bo'ladi. Shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz tezroq o'qib ma'noni olish. Boshladik. The first sports game was televised in the USA more than 50 years ago. 50 yildan avval birinchi marta sport o'yinlari televizorga chiqqan ekan. Over the following decades, television provided sport coaches with a wealth of information to analyze. Ya'ni murabbiylarga juda ham ko'p informatsiya bergan televizor. By viewing recordings, they could study the number of passes received, tackles avoided, the distances covered, speeds achieved, and a host of other factors relating to the performance of their teams or athletes. Ya'ni bu yerda ma'no nima? Ma'no mantiqi, ya'ni televizor degan narsa kelgandan keyin murabbiylar analiz qilishni boshladi sport o'yinlarini deyapti. Most of this data though consisted of bare statistics without any meaningful context. Endi bu yerda aytayaptiki, u televizorni ko'rish bu shunchaki statistika berdi, xolos, bizga birorta foyda bergani yo'q deyapti. However, lekin mana shu yerda ma'no o'zgaryapti. However, the use of artificial intelligence, AI, is now enabling an alternative approach to coaching. Ya'ni AI keldi va buni o'zgartirib yuboryapti deyapti. Xo'sh, AI means the development of computer systems that can perform tasks usually associated with human intelligence, such as decision making. Endi mana tarjima deganda mana shuni tarjima qilib ko'raylik. AI decision making qila olar ekan, bo'ldi. Ya'ni qaror qabul qila olar ekan. Xo'sh, increasingly computers are being trained to understand the rules and objectives of sports so they can coach more directly. AI can analyze not only a player's actions, but also relate those actions to the wider context. Tushunasizlar, demak, nafaqat o'yinchini qilayotgan ishini, balki o'sha qilayotgan ishidan boshqa holatlarda qanday o'ynashini ham analiz qila olar ekan. Sports scientists believe that AI is revolutionizing o'zgartirib yubordi sports coaching by analyzing patterns of behavior in ways simply not possible before. Endi mana o'qidik. Yugurib bu odamga javob tanlash noto'g'ri. Qiladigan ishimiz kelinglar bu yerda o'qidik. Nima haqida bo'ldi? Ozgina bo'lsa ham o'zimiz tilimizga summarize qilib olishimiz kerak. Xo'sh, boshladik. Nima haqida gap ketsa, bu yerda televizor degan narsa chiqib keldi va murabbiylarga imkoniyat berdi o'yinlari, paslarni o'rganib chiqishi. Xo'sh, bu bir. Lekin bu foydali bo'lmadi deyapti. Va AI keldi, sun'iy intellekt, va sun'iy intellekt qaror qabul qila olyapti ekan va coachlarga rules, objectivelar tushunishga ko'proq foyda beryapti ekan. Va bundan tashqari player, ya'ni o'yinchini qilayotgan ish harakatini boshqa kontekstlarga ham qo'yib beryapti va bu narsani oldin hech narsa qila olmagan deyapti.
Bo'ldi. Yana aytyapmizki, AI keldi, hamma narsa o'zgarib ketdi deyapmiz. Oldin unaqa emasdi, lekin hozir o'zgarib ketdi. Mana, mashinga yaqinroq bittasini tanlab kelamiz. Va bu yoqqa o'tganda yana zo'r bitta sizlarga strategy aytsak bo'ladi. Bu yerda gapirdimi, gapirmadimi shu haqida. Gapirmagan bo'lsa, yoniga bunday chizib qo'ysangiz bo'ldi. Unaqa qilishingiz ham shart emas. Ketdi mana. 1. AI can improve the profitability of sporting businesses. Demak, sportdagi bizneslarni pul topishini ko'paytiradi. Bu yerda pul topish haqida gapirdim. Pul topish haqida hech qanaqa gap yo'q. Demak, buni olmaysizlar. Responses to criticisms, ya'ni tanqidlarga javob. Tanqid haqida gap ketdim. Tanqid. Kimdirgadir yomon gap, feedback masalan. Right? Yomon feedback. Yo'q, bu haqida gap yo'q. A contrast degani farq between coaching today and in the past. Ya'ni hozirgi kunda murabbiylik qanday qilinadi va o'tgan zamonda qanday qilingan? Shuni o'rtasidagi farq bormi gap? Yes, bor. O'tgan zamonda, masalan, televizordan o'rgangan bo'lsak, pastlari hozirgi kunda AI hamma narsani qilyapti ekan. Va bu yerda asosiy ma'no shu haqida gap ketgandi. Demak, to'g'ri javob nima bo'lar ekan? To'g'ri javob 3 bo'ldi. G'alatiroq chizdim, baribir ham tushundinglar. 3 tanladinglarmi? Endi nima qilishinglar kerak? Buni chiqarib olishinglar kerak bu yerdan, chalg'itmasin. Xo'sh, endi B paragrafi birga o'qib chiqamiz. Ketdik. There may be limitless ways in which AI technology can be developed, but certain practical applications are already apparent. Ya'ni ma'no olaylik mana shu yerdan. AI texnologiyasini rivojlantirsak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda o'zi ishlatyapmiz AI deyapti. Recently a research experiment, mana research qilishibdi ekan, was conducted into the Spanish Football League. Demak, Ispaniya futbol ligasiga bular tadqiqot qilishibdi ekan. 20 ta passing strategiyasini o'rganishibdi. The research revealed that two teams, Barcelona and Real Madrid, that's it, look guys, Barcelona va Real Madrid had more than 150 recurring passing patterns. Demak, Barcelona va Real Madridda 150 tadan ko'p qayta uchraydigan pass patternlari bor ekan. Ya'ni qayta uchravergan shu narsa. However, the algorithm detected just 31 passing patterns used by Atletico Madrid. Lekin Atletico Madridda 31 dona qayta uchraydigan paslar bo'lar ekan. All of Atletico's other plays were one-offs. One-off degani mana, one-off. O'ylab qo'yinglar nima degan? Unique degan. One-off degani qayta uchramaydigan. That were never repeated. And the team won the league that season. Ya'ni bu yerda aytish bo'yicha Ispaniya ligasida eksperiment bo'lgan tadqiqot. Va shunda Barcelona va Real Madrid qayta o'sha predictable style o'ynagan bo'lsa, mana Atletico degan narsa unique bo'lgan. Ya'ni boshqacha pas. Bugun o'ynagan o'yin strategiyasida keyingi safar o'ynamagan, ya'ni ko'rinmagan. Va o'sha ligada bular g'olib bo'lgan ekan. Ya'ni biz aytsak bo'ladi, demak, qanchalik unpredictable bo'lsa, shunchalik yutish ehtimoli katta. One conclusion seems to be that teams with a less predictable style of play win more games. What's more, according to Dr. John, a sports scientist who has studied the Spanish research findings, the number of injuries a team suffers increases when they play in a style that prioritizes offense. Xo'sh, endi bu yerda asosiy ma'noni topishimiz kerak. Nima bo'lyapti? Aytish bo'yicha AI texnologiyasini rivojlantirsak bo'ladi. Lekin hozirgi kunda biz ishlatyapmiz. Masalan, Ispaniya ligasida biz ko'rdik Barcelona, Real Madrid va Atletico'ning o'yinini va shundan kelib chiqib ayta olamizki, AI bizga juda ham ko'p yordam berdi deyapti. Ya'ni passing patternlar o'rganib chiqishibdi ekan. Bo'ldi, biz tushundik, endi borishimiz kerak va eng yaqin kelgan headingni tanlaymiz. Profitability haqida gap bormi? Soqqa topish haqida? Yo'q. Tanqid haqida gap bormi? Yo'q. U chiqib ketdi. Keyingisi. An academic outlines. Akademik haqida gap bormi? Birokim. Bor. Lekin AI ni foydasi haqida bu yerda gapirmayapti. To'g'ri, passing strategiyasini aniqlashgan, lekin foydalari deyapti bu yerda. O'sha haqida gap yo'q. Xo'sh, bizneslar haqida gap bormi? Yo'q. The use of AI to decide the results of a competition. Endi mana narsa juda ham haligi tempting bo'lishi mumkin. Tanlab qo'yishingiz mumkin. Competition bo'lyapti bu yerda, liga. Atletico Madrid yutyapti deshingiz mumkin, lekin guys, bu yerda AI decide qilmayapti shu narsani. AI decide qilmayapti. AI qaror qilayotgan musobaqani natijasini. Bu haqida gap yo'q. Xo'sh, an academic study into a team sport in one country, mana bitta davlatda sport guruhiga bo'lgan tadqiqot. Shu haqida gap ketdi. Ya'ni Ispaniya ligasi, Atletico, Barcelona, ya'ni bitta davlatda bo'lyapti. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi bu yerda? To'g'ri javob nima bo'lardi bu? 7 ekan. Biz hazil ham qilib turardik o'quvchilar bilan, buni V derdik.
Sizlar ham deyaveringlar. Demak, buni ham chiqarib olamiz. Va endi biz C paragrafga o'tamiz birga. Xo'sh, C paragraf boshladik. Since o'shandan keyin there has been a great deal of interest in the potential of AI. Professor of Sports Education Rebecca Graves degani bor ekan. Believes that AI can provide coaches with invaluable insights. Ya'ni judayam foydali ma'lumotlarni bera olar ekan. Xo'sh, tactics were once closely guarded secrets. And taktika degan narsa oldin sir saqlangan, says professor. But now a coach with access to AI can identify how a rival team is likely to play a match based on historic form. Lekin hozirgi kunda oldin qanday o'ynaganini guruh o'shani analiz qilish orqali kelajakda qanday o'ynashini bilishi mumkin ekan. Once this was largely guesswork, but now it can be achieved with some confidence. The expense of AI technology, qaranglar, AI texnologiyasini, AI texnologiyasiga ketadigan pul demoqchi, expense degani pul, means it will probably remain beyond the reach of beyond the reach of degani kimdir buni olishga qurbi yetmaydi deyapti. Beyond the reach of all but elite teams. Faqat elite, ya'ni faqatgina boyvachcha guruhlargina AI ishlatishga qurbi yetadigan, boshqalariga yetmaydi. Lekin implicationlar juda ham katta. Nima? Professor Graves bo'yicha argues that AI allows preparations for a match to be tailored to individual players with much greater precision. Ya'ni AI borki, endi AI training bor, masalan, shug'ullanish har bitta odamga moslab bera oladi deyapti. She identifies fitness work, skills development, diet, and numerous other factors that can be minutely customized based on an individual's particular strength and weaknesses. Demak, buni aytish bo'yicha skill, diet va boshqa bundan juda ham ko'p omillarni biz bitta insonni qobiliyatiga, zaif tomonlariga qarab turib aniqlay olamiz. Va bu yerda nima haqida gap ketyapti? Rebecca Graves o'rganib chiqqan. Rebecca Graves AI qanday qilib foyda bera oladi aytish bo'yicha invaluable insight berar ekan. Rival teamni qanday o'ynashini aniqlasak bo'lar ekan. Oldin faqatgina taxmin qilishgan bo'lsa, hozir ishonch bilan qanday nimaga erishishlarini aytish olar ekan. To'g'ri, qimmat ekan, ozgina qimmat. Baribir ham juda ham aniqlik bilan har bitta odamga foyda beradi. Ya'ni to'rttala narsa ham bu yerda foyda haqida gap ketyapti. Va mana mashinga yaqinroq bitta heading tanlashimiz kerak endi borib. Xo'sh, profitability, u ana soqa haqida gap ketdi-yu deydi. Mashina no it's not. Mana to'g'ri pul haqida gap ketdi ozgina bo'lsa ham, lekin pul topish haqida gap ketgan yo'q, ishlatish haqida gap ketyapti. Tanqid haqida gap bormi? Yo'q. An academic degan bitta inson ko'rsatib o'tyapti. Some of the advantages of AI in sport. Sportdagi foydani ko'rsatib o'tyapti ekan. Shunaqami? Yes. Academic deganda Rebecca Graves haqida gap ketyapti. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi? To'g'ri javob to'g'ri bo'lar ekan. Buni ham chiqarib tashlaymiz. Xo'sh, endi biz keyingi 3 ta paragrafni ham ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'sh, D. Part of the appeal of AI lies in its versatility. AI nimaga yoqadi? Chunki AI flexible deyapti. Moslashuvchi. Ice hockey coaches in Finland are using AI to analyze the success of different plays. Mana Finlandiyada hockey murabbiylar ishlatishyapti ekan. An Indian company has employed wearable technology. Bitta kompaniya ham ishlatyapti ekan bu narsani. Va ular sneakers ishlab chiqarishibdi, oyoq kiyim. Coaching practices in professional basketball ham ishlatilyapti ekan. American football and tennis are also being transformed by AI. Tushunasizlarmi? Ya'ni bitta kompaniya ishlatdi. Basketbolda ishlatildi, tennisda ishlatildi, hockey coach hamma joyda ishlatilyapti. In addition, bunga qo'shimchasiga NASCAR degan joy ham ishlatyapti ekan, auto racing. Tushunasizlarmi? NASCAR. Va bu safetyni rivojlantirib beryapti and sport because of their ability to monitor and predict potential problems. Ya'ni bu yerda mana asosiy ma'noda qaraylik, bitta ikkita so'zga qarab turib tanlab qo'ymaylar. Ya'ni Finlandiya haqida gap ketyapti deb turib, davay, ketdi davlat demanglar-da. Right, so look, hockey, company, basketball, tennis, car racing, right? 5 ta sportda biz AI ishlata olyapmiz ekan. Shunga yaqin bittasini tanlaymiz bu yoqqa kelib turib. Yana pul topish haqida gap bormi? Yo'q. Tanqid haqida-chi? Yo'q. Bizneslar haqida-chi? Bizneslar haqida gap yo'q. Bir donagina kompaniya haqida gap bor. Competition haqida-chi? Yo'q. The uses of AI in coaching a range of different sports. Demak, bir nechta sportda ishlatilyapti AI deyapti. Yes. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi? 8 bo'lar ekan. Right? Demak, to'g'ri javob 8. Va keyingisini ko'rib chiqamiz hozir sizlar bilan. Xo'sh, da nima demoqchi? Qani, AI doesn't get tired. Charchamaydi bu. Has extraordinary powers of vision. Ko'zi juda ham o'tkir, burgutgidek o'tkir.
particularly for objects moving at speed. Asosan biror narsa tezlik bilan ketayotgan bo'lsa, siz AIdan foydalanishingiz kerak deyapti. It's capable of making complex calculations very quickly. For all these reasons, AI is increasingly being used in the high pressure world of judging gymnastics. Va shu sabablarga deyapti. Shu sabablar tufayli hozir biz gimnastikada skor berish uchun biz AI ishlatyapmiz deyapti, baholash uchun. Xo'sh, research has shown that particularly over a whole day's worth of events, computers are just as reliable as human judges when it comes to giving gymnasts a score. Demak, odamlardek bular reliable deyapti. Right? Odamlardek reliable, ishonchli skor bersa bo'ladi. Ha. Lekin computer scientist Henry aytishi bo'yicha bir ikkita muammolar bor ekan. Ya'ni in particular Simonson aytishi bo'yicha is concerned that AI is vulnerable to, agar siz vulnerable bo'lsangiz, siz moyil bo'lasiz. Nimadir sizga tez osonlik bilan affect qiladi. Vulnerable to, prone to, susceptible to. Xo'sh, buni aytish bo'yicha AI bormi? Demak, hakkerlar rezultatga ta'sir etishi mumkin deyapti. Xo'sh, oxiriga kelib olib turib, voy negativ ekan paragraf demanglar. Bu yerda nima haqida gap ketyapti desak, AI ni biz skor berish uchun ishlatyapmiz, chunki odamlardek bular ishonchli. Endi bu yoqqa boramizda qaysi biri tushadi deb o'ylasak, bu yerda bir donagina tushyapti. Ya'ni competition, ya'ni musobaqani natijasini aniqlash uchun biz AI ni ishlatyapmiz. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi? To'g'ri javob 6. Bu yoqqa kelamizda o'qitishni yozib qo'yamiz. Qalay, zo'r. Va oxirgi paragraf, qaranglar. It should not be forgotten, esdan chiqarmanglar either, that many sports stars and sport teams are commercially dependent on their fans. If sufficient supporters do not buy tickets to games or pay to view a recording, qaranglar. Qisqasi, sport komandalari va sport yulduzlari o'zini muxlislariga suyanadi, chunki ulardan soqqa oladi deyapti. Tushunyapsizlarmi? Va agar hech kim tiket olmay qolsa, ular tirik qololmaydi deyapti. But now teams and stars are making increasing use of chatbots, virtual assistants, to provide fans with statistics, news, background information about their favorite players. Lekin hozirgi kunda hatto guruhlar ham va o'sha yulduzlar ham chatbot degan narsani ishlatishyapti ekan. Ya'ni o'zi bilish kerak, masalan, muxlislari unutdi degani bo'ldi, ularni hamma unutdi degani. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'sha muxlislarga ma'lumot berib turadi. Voy, mana uni qilyapmiz, bu yerga ketyapmiz, uni qilyapmiz, buni qilyapmiz, balobatda, right, hamma narsa. Another innovation is seen in minor league baseball in the US, which is promoting the sport and seeking new fans with the use of AI-enhanced journalism. Va boshqa bitta narsa, AI-enhanced journalism, ya'ni nima bo'ladi o'zbek tilida? Journalism orqali nima qilishyapti ekan? Sportga qiziqadigan odamlarni jalb qilishyapti. In this way, baseball is keeping supporters informed with all up-to-the-minute developments. Up-to-the-minute degani eng so'nggi ma'lumotlarni beryapti ekan. Analysts believe these sorts of initiatives, harakatlar, are crucial to increasing a player or team's revenue stream. Ya'ni bo'ldi. Mana shuni aytaylik, shu yerdan. Bu yerda nima haqida gap ketdi desa, muxlislar bo'lmasa pul yo'q deyapti. Shuni bilgan komandalar endi chatbotlar ishlatishyapti ekan. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi bu yerda? O'ylaymiz, money, soqqa ko'payib ketishi bo'ldi. Bu yoqqa kelamizda. Endi qaysi biri tushadi? AI can improve the profitability of sporting businesses. Demak, bizneslarni soqqa qilishini kuchaytirar ekan. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi? 1 bo'ladi. So the answer is 1. That's it, guys. Thank you. Xuddi shu holatda ishlab chiqarsizlar. Demak, yana bir marta dars qaytarib olamiz. Birinchi qiladigan ishlar paragrafni yaxshilab chuqur o'qish. Ikkinchisi, o'zingizning tilingizga tarjima qiling. O'zbek tilimi sal bo'lsa ham tarjima qiling. Zo'r bo'lish shart emas, ko'cha tilida bo'lsa ham bo'laveradi. Oddiy yengil-yengil tarjima qilasiz. Uchinchisi, o'zingiz tarjimangizdan kelib chiqib bitta nom bera olasizmi paragrafga? Berdingiz, bo'ldi. O'sha nomga eng yaqin paragraf tanlaysiz. Rahmat, ko'rganlarga. Keyingi darsda ko'rishguncha, bye bye everyone. Take care.